Hurmatli obunachilar, bu safar ham sizlar uchun chiroyli videolar ishlashga harakat etdik. Xudo xolasa bu safargi aksiyamizni 3 kuna qo'yamiz. Kelib hammangiz aksiyalarimizdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Har safargidek bizning videolarimizni qo'llab-quvvatlab chiroyli kommentariyalar bildirib turgan mijozlarimiz, obunachilarimiz uchun alohida rahmat. Bu safar ham xudo xolasa shunday chiroyli kommentariyalar kutib qolamiz. Musofirda yurgan og'alarimizdan ishlarni omad tilaymiz. O'zlari xohlagan daromadlari bilan oilasini bag'rina sog'lom qaytishlarini tilakdoshimiz. Barchangizni Erizon savdo markazimizda kutamiz. Aynan sizning obunachilaringiz uchun kuxunli uголокni pulida katta uголокni qo'yib beramiz. O'sha ko'rib turgan uголокni videolarimizni ham ko'rsatib o'tib ketadi. Matrasning ustidan chiqib, o'ylab komida bosilmadi-da. Kommentariyalarda men 15 kilo o'zi bu qiz mendan o'ylab deb yozilgan ekan, lekin 15 kilo emasman. Matrasimizni aytib o'tib ketganimda 2 yil kafolat beriladi. Eng katta gigant uголокlarimizni tanishtirib o'tib ketaman bo'lsa, o'sha ko'rib turgan uголокningiz razmeri 2.20 ga 4.30 bo'ladi. Sezerdan натяжной потолок yoki lustra xarid qiling va Spark avtomobilini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Sezer, omad sizdan, sovg'a bizdan. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz ko'rib Erizondan bo'ladi. Manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrindamiz. Keyingiliklar obunachilar, ichkariga birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalda yangi obuna bo'lamiz, bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Obunachilar yuqoram chiqib oldik. To'liq ma'lumotlar esa Go'zaldan olamiz. Go'zal yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmatjon. Savdo markazimizga xush kelibsiz. Qani har doim aksiya bilan chiqadik. Bugun nechik? Avvalambor barcha obunachilarimizga assalomu alaykum. Bu safar ham sizlar uchun chiroyli aksiyalar qo'yishga harakat etganmiz. Bu safar ham shu har doimgidek to'y komplektlarimiz, maishiy texnikalarimiz, keyin uголоklarimizga skidkalar qo'yamiz. Skidkamiz muddatini aytib o'tadigan bo'lsam 3 kun. 3 kun qo'yamiz. 3 kun qo'yib beramiz. Xudo xolasa bu safar ham chiroyli dizayn, chiroyli narxlar bilan chiqamiz. Esa birinchi to'y komplektlaridan boshlaymiz. To'y komplektimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu to'y komplektimiz toza sotuvdagi to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Ya'ni sotuvga hali takror chiqmagan yangi trenddagi to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Yangi trendda aylanib ulgurgan, chunki ko'p klientlarimiz temir rangni xush ko'radilar. Endi to'y komplektimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsam, bu 8 eshikli bo'ladi shkaflar. Ko'rib turganingiz bir vaqtning o'zida 2 xil rangimiz qatnashadi. Bahosiga keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvdagi bahosi 11 million 800 ming so'm. Hozir 3 kunlik aksiyamizda 9 million 700 ming so'm bemalol xarid etsalar bo'ladi. Dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Endi buni ichiga kiradigan narsalarni sanab o'tadigan bo'lsam, 8 eshikli shkafi, spalnisi, 2 dona tumpichkasi, trimosi, chesteri, sofrasi plus sandiqi, hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Eng zo'r, ya'ni bir mukammal variantdagi to'y komplektlarimizdan biri hisoblanadi. Ko'rib turganlaringiz sofralar ham bor. Yengliklar ham dumzo'ratib, chiroylatib ishlangan to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Hali e'tibor etgan bo'lsangiz, bu to'y komplektimiz bizlar 2-3 marta sotuvga chiqqan. Yangi to'y komplektlarimiz bo'ladi. Matrasni qancha garantiya beramiz? Matrasni har safarda 2 yil kafolat beriladi. Agar 2 yil ichida matrasi o'tirib, bosilib qoladigan bo'lsa, bemalol kelsangizlar bo'ladi, almashtirib beramiz. Shu videoning boshida go'zal bir ma'lumotni aytib o'tsang, buni to'lovlarni nechik bo'ladi? To'lovlarni keladigan bo'lsak, bilasiz, har safar to'lovlari haqida alohida ma'lumot berib o'tamiz. Endi toza qo'shilgan obunachilarimiz ham qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bizning savdo markazimizdagi barcha mahsulotlarimizni 3 oydan 18 oygacha bo'lgan muddatda xohlasangizlar bir pasport evazini, xohlasangizlar pasport plastikka bo'lib to'lashga bemalol xarid etsangizlar bo'ladi. Keyin shu yosh chegaralarni ham aytib o'tib ketadigan bo'lsam, ayrim magazinlarda pensionerlarga berilmaydi ekan bo'lib to'lashi. Bizda unday emas. 75-80 yoshgacha bo'lgan otalarimiz, enalarimiz kelsalar ham bemalol bo'laveradi, beraveramiz bir pasport evazini. Shunda pensiyali bir pul menga bermay degandan gap yo'q. Yo'q, bemalol kelaversalar bo'ladi, biz chiqarib beramiz. Keyin musofirda yurgan og'alarimiz ham agar xarid etishni xohlasalar bo'lib to'lashi, pasport plastiklari bo'ladigan bo'lsa, bizlar onlayn WhatsApp, Telegram nomerlarimizga murojaat etsalar bo'ladi, onlayn ravishda chiqarib beramiz. Shunda chet elda yurganlar ham onlayn ravishda ishlab beramiz. Bemalol bog'lansalar bo'ladi. Ekranlarda WhatsApp, Telegram nomerlar qoldirib ketamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsalar, bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Rahmatjon, hozir ko'rib turganingiz, biza endi ko'p obunachilarimiz hayron qolgani uchun birinchi qimmat to'y komplektlarini ko'rsatib boshladilar. Bu to'y komplektlarimiz qimmat emas, aytadi-ku, narsa bilan narsani farqi bor, ya'ni sifatida farqi bo'ladi. Ko'p to'y komplektlar laminat bo'ladi. Bizdagi mahsulotlarimiz, to'y komplektlarimiz hammasi MDF bo'ladi. Lekin bu degani bizlarda arzon to'y komplekt yo'q degani emas. Xudo xolasa videoni oxirida sizlarga bomba aksiyada turgan mebellarimizni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni narxi zo'r tushgan skidkadagi mahsulotlarimiz ham bor. Xudo xolasa video
videoni oxirigacha ko'ringlar. Navbatdagi to'y komplektimizni aytadigan bo'lsak, meni sevimli bo'lgan to'y komplektlarimdan biri Panda bo'ladi. Panda to'y komplektimiz bo'ladi. Bu to'y komplektimiz takror va takror sotuvga chiqqan to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Shunda sana yoqadigan. Har doimgidek. Har doimgidek. Lekin bu to'y komplektimiz sotilgan. Xudo xohlasa chiroyli dastavka ustanovkalarni ishlab beramiz. Sotilganmi bu? Bu sotilgan, lekin bu degani Panda qolmadi degani emas. Panda to'y komplektimizdan bor. Bemalol murojaat etsalar bo'ladi, chunki biz zakaz asosidan oldirib beramiz. Endi to'y komplektimizni aytib o'tadigan bo'lsam, yangi qo'shilgan obunachilarimiz uchun to'y komplektimizning nomi Panda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, dizaynlari dum chiroyli to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. 6 eshikli bo'ladi. Ichida seyflari, hamma narsasi o'rnatilgan bo'ladi. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsam, avvalgi sotuvdagi bahosi 11 million 800 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 9 million 500 ming so'm bemalol xarid etsalar bo'ladi. Dastlabki kunlik aksiyada 9 million 500. 9 million 500 ming so'm xohlasalar muddatli to'lov, xohlasalar naqd savdoga bemalol ishlasalar bo'ladi. Shu ko'rib turgan predmetlarning hammasi ichiga kiradi. Ya'ni sofrasi, chesteri, hamma narsasi bor. Shunda bu sotilgan. Bu sotilgan, lekin bor. Bu degani Nega sotildi shu? Bu 40 zabatda sotilgan. Bir klientimizga sotilgan, xudo xohlasa olib borib chiroylatib, dastavka ustanovkalarni ishlab beramiz. Shu dastavkalar nelaradi, shuni ham ayt. Dastavkalarimiz aytib ketadigan bo'lsam, bizlarda 3 rayoni besplatniy bo'ladi, ya'ni Elekala, 4 kil hamda Beruniy rayonlarini. Lekin bu degani boshqa rayonlarda dastavka ishlaymiz degani emas. Xudo xohlasa boshqa rayonlar, misol qo'shni rayonlarimizda bizning ko'p rahmatjon klientlarimiz bilsangiz, Xorazm tarafdan keladilar. Xorazm tarafdan dastavka ishimiz bor. Misol Qoraqalpoqdan ham, Xo'jayli taraflaridan ham keladi. Ular ham albatta dastavkalarni ishlab beramiz, ya'ni kelishilgan chiroyli narxlarda mebellarni albatta bemalol xarid etaversalar bo'ladi. Dastavka ustanovkasini ishlab beramiz. Navbatdagi to'y komplektimiz, endi bu tarafda ko'p komplektlarimiz high-tech variantdagi to'y komplektlarimiz bo'ladi, chunki ko'p odam o'sha oddiylikni xush ko'radi. Avvalgidek hashamat, ortiqcha bezaklar o'sha qolib ketdi. Aytadi-ku, oddiylik hech qachon urfdan qolmaydi. Bu to'y komplektimizni xonasi kichkina, domda, ipoteka kichkina joylarda turadigan klientlarimizga bemalol tavsiya etamiz, chunki mebelimiz rangi ham ochiq rangda bo'ladi. Ham ixchamli bo'ladi, razmerlari ko'rib turganingizdek 6 eshikli bo'ladi shkaflari. Bir xonaga chiroylatib, ixchamlatib o'rnashtirib qo'ysalar bo'ladi. To'y komplektimizni bahosini keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvdagi bahosi 11 million 200 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyamizda 9 million 500 ming so'mga xarid etsalar bo'ladi. 11 million 200 dan 9 million 500 ga 3 kunlik aksiyamizda. 500 ming so'm. Faqat 3 kunda shu bahoda xarid etsalar bo'ladi. Ko'rib turganingiz, buning ichida hamma predmetlari bor. Spaniyalar ham dum chiroyli nijniyat ishlangan bo'ladi. Keyin tumchiklari ham svetiniklari o'rnatilgan bo'ladi. Sofralari, sandiq, chester hamma narsasi bor. Tremolar ham zo'r, chiroyli, ixchamli, обещанiyat ishlatilgan. Navbatdagi to'y komplektimiz ham yangi sotuvdagi to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Bu to'y komplektimiz ham shuni aytib o'tganimdek, kichkina xonalar maslangan bo'ladi. To'y komplektimizni bahosini keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvdagi bahosi 11 million 500 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyamizda 10 million 300 ming so'mga xarid etsalar bo'ladi. Ichini svetlari yanadi, seyflar o'rnatilgan bo'ladi. 6 eshik bo'ladi buning shkafi. 6 eshikli ham yanadi. 6 eshik bo'ladi. Ichini ochsangiz svetlari yanadi, plus seyflar ham o'rnatilgan bo'ladi. Svetilniklar ham bor. Spaniyalarida keyin buni ichine giradigan mahsulotlarni sanab o'tadigan bo'lsak, 6 eshikli shkafi, spannisi, sofrasi, sandiqi, trimosi, chester, 2 dona tumshikisi plus tosh oynasi ham bor. Bu to'y komplektimizda. Tosh oynasi ham bormi? Tosh oynasi ham bor. Tosh oynasi hamma shu sanab o'tib ketgan predmetlarimning hammasi общий 10 million 300 ming so'm bo'ladi. 10 million 300 ming so'm 3 kunlik aksiyamizda bemalol xarid etsalar bo'ladi. Aytib o'tib ketgandek, xohlasalar naqd savdo, xohlasalar muddatli to'lov, ya'ni bir pasport evaziga. Navbatdagi to'y komplektimiz 8 eshikli to'y komplektimiz bo'ladi. Ushbu to'y komplektimizni bahosini alohida e'tibor qaratamiz, chunki hali buning bahoda bo'lmagan. Materiallarni aytadigan bo'lsam, materiallari MDF bo'ladi. Bunga hech qanday naklenkalar yopishtirilmagan bo'ladi. Naqshlari o'zina o'yilgan bo'ladi. Ya'ni hech narsa aytmaydi. O'zina o'yib ishlangan bo'ladi. Endi bu to'y komplektimiz 8 eshikli bo'ladi. Buning ichiga kiradigan narsalarni sanab o'tib ketadigan bo'lsam, 8 eshikli shkafi, spalnisi, 2 dona tumshikisi, trimosi, sandiqi. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsam, bahosi dim zo'r bahoda bo'ladi. Avvalgi sotuvdagi baho 8 million 700 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 8 eshikli MDF bo'ladi. Bahosi 7 million 400 ming so'm. 7 million 400 ming so'm. Faqat 3 kunlik aksiyada 7 million 400. 8 eshikli bo'ladi. 8 eshikli bo'ladi. Obunachilarga e'tibor etamiz. 8 eshikli 7 million 400 ming so'm.
Navbatdagi to'y komplektimizni bahosini aytadigan bo'lsam, bu to'y komplektimizni odini aytib o'tsam, birinchi navbatda odi bir kinoning odi. Kinoning to'y odimi? komplektimizni. Endi bu hashamatni xush ko'ruvchi klientlarimiz uchun bo'ladi. Bu to'y komplektimizni odi Saroy Javohiri bo'ladi. Ha, Saroy Javohiri. Ha, Saroy Javohiri. Angam. Hamma ko'radi endi bu kinoni. Yosh vaqtimizda ko'rgan kinolarimizdan biri Saroy Javohiri degan bo'ladi. O'zi bu Nina Karavanizda 8 eshikli ko'rinadi shkafi, chunki gengaytib ishlangan bo'ladi, lekin 6 eshik bo'ladi. Bu ya hashamatni xush ko'ruvchi klientlarimiz uchun bo'ladi. Shohona to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, dum chiroyli etib ishlangan bo'ladi. O'zi buni ortiqcha kommentariyalar shart emas, chunki mebelimiz o'zi aytib turibdi. Endi buni alohida aytib ketadigan bo'lsam, bu yerda meni o'ylagan naqshlar tushirilgan. Bu naqshlar o'zini o'ylagan. Ya'ni naklenki oboy emas, tushib qolmaydi. Bemalol xarid etsalar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, supanilar dum chiroyli etib ishlangan bo'ladi, baland etib ishlangan bo'ladi. Keyin ina bu tumchiklari Genko degan klientlarimiz uchun bular olinadi. Xohlasalar alohida qo'ysalar bo'ladi. Bu o'zidan biriktirilmagan. Ya'ni ikki dona tumchisi. Отдельный bo'ladi. O'zlari xohlagan turda joylashtirsalar bo'ladi. Endi bu to'y komplektlarimizni ichiga kiradigan predmetlarni sanab o'tadigan bo'lsak, shkafi, spalnisi, ikki dona tumpichkisi, tremosi, sofrasi, sandiki plus chesteri. Chester hamma narsasi bor. Chester hamma narsasi bor. Ko'rib turganingizdek, tremolar ham dum chiroyli nijniy etib ishlangan bo'ladi. Endi bu to'y komplektimizni bahosini aytadigan bo'lsak, hozir 3 kunlik aksiyada 10 million 500 ming so'm xarid etsalar bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi bilan birga. 12 million 600 dan 10 million 500 ga tushdi. 10 million 500 ming so'm tushdi. 3 kun davomida bemalol shu bahoga xarid etasiz. Navbatdagi to'y komplektimizni e'tibor etgan bo'lsa, 8 eshiklisi hali bizlarda sotuvga chiqmagan. Ya'ni buni 6 eshiklisi bo'ladi, buni 3 xil rasvetkasi bor edi bizda. 8 eshikli, birinchi sotuvga keldi. Birinchi sotuvga kelgan bo'ladi. Endi bu to'y komplektimizni alohida donishtirib o'tadigan bo'lsak, 8 eshikli bo'ladi shkafi. Buning ichiga kiradigan narsalarni sanab o'tadigan bo'lsam, spalnisi, 2 dona tumchkisi, tremosi plus sandiki. Keyin buni bahosini alohida e'tibor berib o'tamiz. Bahosi 8 eshikli 8 million 700 ming so'mdan 3 kunlik aksiyada 7 million 400 ming so'mga qo'yganmiz. 8 eshikli 7 million 400. 7 million 400 ming so'mga qo'yganmiz. Bu bunaqa toza ekan. Toza. Mebelimiz bo'ladi. Mana har xil rasvetkasi bor. O'zi buni 3 xil rasvetkasi bo'ladi. Agar mohri rangni xohlovchilar bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etsalar bo'ladi. O'zlari xohlagan rangidan oldirib beramiz. Ha, ranglari bor. Ranglari bor. Bir rangni o'zida cheklanib qolmaganmiz, ranglari bor. Xohlasalar top shu dizaynni 6 eshiklisi, xolasi 8 eshiklisi. Hozir eldimizda uni ham ko'rsatib o'tganman, 6 eshiklisi ham bor. Nima munosabat 8 eshikli, 6 eshiklisi ham bor. 8 eshiklisi. Navbatdagi to'y komplektimiz ham o'sha xalqning ichida bir ma'qullangan to'y komplektlardan biri hisoblanadi. Ya'ni high-tech variantdagi to'y komplektlarimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ixchamli, nijniy etib ishlangan bo'ladi. Bu to'y komplektimiz ham 3 xil rasvetkasi bor. 3 xil rasvetkasi bor. Oppoq rangi bo'ladi, qaymoq rangi bo'ladi hamda mohri rangi bo'ladi. 3 xil xohlagan svetlarni bemalol xarid etsalar bo'ladi. Endi bu to'y komplektimizni bahosini keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvdagi bahosi 8 million 700 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 7 million 400 ming so'mga qo'yganmiz. Lekin alohida bir narsaga e'tibor qaratib o'tib ketamiz, bu 8 eshikli bo'ladi. 8 eshikli. 8 eshikli bo'ladi. Keyin bu yerda ichlarni ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, Tortmalar ham dum chiroyli nijniy etib ishlangan bo'ladi. Bemalol misol yuqorgi tarafina kostyumlarni, pastki taraflarni esa chalurlarni bemalol joylashtirib qo'ysalar bo'ladi. O'zi polkalari hamma narsasi bor. 8 eshikli 7 million 400 3 kun davomida. 3 kun davomida 7 million 400 ming so'm bemalol xarid etsalar bo'ladi. Yillar ham yanada oxir ekan, buni obunachilarni. Sekinliklari yanadi. Keyingi to'y komplektimiz ham bizlar takror sotuvga chiqqan to'y komplektlarimiz bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, Rahmatjon, shu to'y komplektimizni birinchi marta Yangi yil arafasida chiqarganmiz. Svet o'zi neobishniy boshqacha. Svet neobishniy bo'ladi. Уже bu yodingizda bo'lsa, shu vaqtdan уже birinchi sotuvga chiqargan vaqtimizda xalqning ko'nglidan joy olamikan bu to'y komplektimiz, tortadimikan degan shubha bilan chiqarganmiz. Lekin bu to'y komplektimiz ishonchimizni oqladi, chunki ko'p klientlarimiz уже sevimli to'y komplektlaridan biri bo'ldi. O'zi rangi neobishniy, dum chiroyli rang bo'ladi. Bahosina keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvda chiqqan bahosi 10 million 200 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 8 million 500 ming so'mga qo'yganmiz. Shu ko'rib turgan predmetlarning hammasi ichiga kiradi. Shkaflari 6 eshikli bo'ladi, chesterlari, sandiqlari hamma narsasi bor. Bu svetiniklari ham yanadi. Ko'p klientlarimiz so'ragan ekan kommentariyalarda to'y komplektlari to'liq ma'lumot berib o'tinglar degan ekan. Biz hozir buni hammasini aniq birma-bir tushuntiradigan bo'lsak, videomiz uzayib ketadi. Aytadilar-ku, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal dedilar. Xudo xolasa kelsalar. Albatta, har bir to'y komplektini o'zini qisqacha tushuntirib o'tishga harakat etamiz. Navbatdagi to'y komplektimiz ham уже
sevimli to'y komplektlaridan biri bo'lib ulgurgan. Chunki bu to'y komplektimiz nafaqat to'ychilarimiz abishni kundalikda ishlatish uchun ham bemalol, misol ota-onalarimiz uchun ham sovg'a tariqasida bir ishlatsalar ham dum zo'r. Ya'ni podarka uchun ayni muddo. Yoshi katta otalarimiz, onalarimiz uchun ham bemalol xarid etsalar bo'ladi. Faqat to'ychilarimiz cheklanib qolmaydi bu to'y komplekt bilan. Bu to'y komplektimiz aytib o'tgan bo'lsak, to'y komplektlarimiz ichida seyflar o'rnatilgan bo'ladi, svetlari yanadi, 6 eshikli bo'ladi. 6 eshikli shkaflari bo'ladi. Bahosiga keladigan bo'lsak, avvalgi sotuvdagi bahosi 11.500 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 10.300 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. Endi ichiga kiradigan predmetlarni sanab o'tadigan bo'lsak, 6 eshikli shkafi, spalnisi, matrasi, sofrasi, sandiqi, trimosi, chesteri, hamma narsasi bor. Ko'rib turganingizdek. Buni o'zi dizaynda o'zgacha. Bu o'zgacha dim ko'mindi bejirimli emas, yo oddiy variant emas. Aytib o'tganimdek, nafaqat to'ychilarimiz kundalik hayotdan bemalol ishlasak bo'ladigan to'y komplektlarimizdan biri bo'ladi. Navbatdagi to'y komplektimiz ham oddiylikni xush ko'ruvchi klientlarimiz uchun bo'ladi. Bundan o'zgacha Bu dizayni boshqacha. Gurtranzi trimolar ham chiroyli pishgan. Tosh oynasi alohida emas, o'zini trimosini biriktirilgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, dim chiroyli variantdagi to'y komplektlarimizdan biri. Endi bu to'y komplektimizni bahosiga keladigan bo'lsak, sotib chiqqan bahosi 11.800 ming so'm, lekin hozir 3 kunlik aksiyamizda 9.800 ming so'm bemalol xarid etsalar bo'ladi. Shu gurtran predmetlarning hammasi ichiga kiradi. Sofralari, chesterlari, hamma narsasi bor. Bu chesteri Chester katta, zo'r, chiroyli pishganda bo'ladi. Sofralar ham nijniy pishgan bo'ladi. Keyin shu degan narsani ko'rsatib o'tamiz. Buni sofrasini ham alohida qo'ysa bo'ladi. Ya'ni sofrasi отдельный boshqa joyga joylashtirsalar ham bo'ladi. Ishlar ham kengayib pishgan bo'ladi. Bemalol oyoq kiyimlarini yoki bir kerak narsalarni bemalol ichida saqlasalar bo'ladi. Navbatdagi to'y komplektimiz ham ixchamli nijniy variantdagi to'y komplektlarimiz bo'ladi. Trimosini o'zidan ham ko'rinib turibdi buni nijniy ekanligi, chunki hech qanday ortiqcha narsalari yo'q. Ya'ni oddiy, обычный. Seriozli klientlarimiz uchun bo'ladi. Seriozli klientlarimiz uchun bo'ladi. Bu 6 eshikli bo'ladi. Gurtranzi уже hammasi oddiy variant bo'lib keladi. Ya'ni high-tech variantdagi to'y komplektlar bo'lib keladi. Endi bu to'y komplektimizni aytadigan bo'lsak, avvalgi sotib chiqqan bahosi 10.800 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 9.500 ming so'm xarid etsalar bo'ladi. Ish ko'rtirgan narsalarning hammasi o'zining ichiga kiradi. Tumpichkalari, chesterlari, sandiqlari, hamma narsasi bor. Navbatdagi to'y komplektimiz, to'y komplektimizni hozir 6 eshiklisini ko'rsatib o'tib ketdim. Endi shuni 8 eshiklisini ko'rsataman. Xohlasalar 6 eshikli. Bu 8 eshikli bo'ladi. Xohlasalar 6 eshik, xohlasalar 8 eshikli. O'zlari xohlagan xonasini razmerindagisini bemalol xarid etsalar bo'ladi. Ya'ni 2 xil varianti bor. 6 eshikli, 8 eshikli. Ish sanab o'tib ketgan predmetlarim ham bunda bor. Hammasi o'zine giradi. Sofralari, chesterlargacha bir tur bo'ladi. Dash trimolar ham faqat shu razmerida farqi bo'ladi. Shkafi 8 eshikli bo'ladi. Avvalgi sotib chiqqan bahosi 13.200 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyada 11.800 ming so'm bemalol xarid etsalar bo'ladi. Dastavki, ustanovkasi ichida bo'ladi. Bundan sonra xohlasangiz 6 eshik, xohlasangiz 8 eshik. Xohlasalar 6 eshik, xohlasalar 8 eshik. Navbatdagi to'y komplektimizni 8 eshiklisini ko'rsatib o'tib ketdim. Navbatdagi to'y komplektimizni yon tarafda 8 eshiklisini ko'rdik. Endi meni xonam kichkina yoki men donda duraman, kichkina varianti yo'qmi deydigan klientlarimiz uchun bo'ladi hozirgi videomiz. Shu 8 eshikli to'y komplektimizni 6 eshiklisi bo'ladi. 6 eshiklisi. 6 eshiklisi bo'ladi. Yani aytib o'tgandim-ku, 3 xil rasvetkasi bor dedim. Yani seri rang bilan rangni ko'rsatib o'tayotganim, bu ivory rang bo'ladi. O'zi ranglarning ichida eng qimmat ko'rinadigan rang bu ivory rang bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, chiroyli nijniy variantdagi to'y komplektlarimiz bo'ladi. Materiallari 100% MDF bo'ladi, laminat emas. Bemalol xarid etsalar bo'ladi. Keyin buni naqshlar ham o'zini o'yilgan bo'ladi. Nakolenki yoki da aboy bosilgan bo'lmaydi. Matraslarni aytib o'tgan bo'lsam, matraslarni 2 yil kafolat beriladi. Agar 2 yilning ichida o'tirishib, bosilishib qoladigan bo'lsa, bemalol ketsalar bo'ladi, o'zgartirib beramiz. 2 yil ichida agar bosib qolsa almashtirib beramiz. Almashtirib beramiz. O'tgan videolarimiz ham ko'rsatib o'tib ketadi. Matrasning ustidan chiqib, o'yilib qolmaydi, bosilmaydi deb. Kommentariyalarda meni 15 kilo o'zi bu qiz nima o'yladi deb yozilgan ekan, lekin 15 kilo emasman. Matrasimizni aytib o'tib ketganimda 2 yil kafolat beriladi, bemalol xarid etsalar bo'ladi. Agar buni bahosini ayt buni. Endi to'y komplektimizni bahosini aytadigan bo'lsam, avvalgi sotib chiqqan bahosi 8.200 ming so'm, hozir 3 kunlik aksiyamizda 6.800 ming so'm xarid etsalar bo'ladi. 3 kunlik aksiyada 6.800. 6.800 ming so'm. Dastavki, ustanovkasi ichida bo'ladi. Bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Xohlasangizlar
naqd usulda xohlasangiz bo'lib to'lashni. Xohlasalar bir pasport evasini chiqarib berishimiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bu safar sizlar uchun dum chiroyli aksiyalarni qo'yganmiz. Hozirgi aksiyamizni yaxshilab eshitinglar. Xudo xolasa sizlar uchun 3 kun shu gurturgan pirogoshkalaringizni atiga 1 million so'm qo'yganmiz. Endi bularning avvalgi sotilgan bahosini aytadigan bo'lsam, 1,5 million so'm sotilgan. Hozir 3 kunlik aksiyamizda 1 million bemalol xaritasingizda bo'ladi. Nafaqat bu pirogoshkalarimiz, undan tashqari shunday gurturgan chiroyli pirogoshkalaringizni ham aksiyaga qo'yganmiz. Kelib ko'rib bemalol xaritasingizda bo'ladi. Eslatib o'tamiz, aksiyamiz muddati cheklangan, faqat 3 kun. Endi rahmatjonlar, penallarimiz hamda stol kursilarimizni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek savdo markazimizda bir-biridan chiroyli hamda skidkada turgan penallarimiz bor. Ish ko'rib turgan penallarimiz ham yangi sotib chiqqan penallarimizdan biri bo'ladi. Bahosini aytib ketadigan bo'lsam, 3 kunlik aksiyada ish ko'rib turgan chiroyli penallaringizni 6 million 700 ming so'm bemalol xaritasingizda bo'ladi. 3 kunlik aksiyada 6 million 700 ming so'm. Mana rengi o'zidan boshqacha. Ranglari niyabishnidim chiroyli bo'ladi. O'zi hozir 26 da ishi ochiq ranglar, misol uchun oranjiy hamda yashil ranglar urfa girator. Hamma narsa bilan tushadi bu ranglar. Chunki bunda oq rang ham, yashil rang ham qatnashgan bo'ladi. Ish ko'rib turgan penallarimiz ham yangi sotib chiqqan penallarimiz ham bor skidki bahoda. Hozir 3 kunlik aksiyada 7 million 500 ming so'm bemalol xaritasizlar bo'ladi. 7 million 500 7 million 500 ming so'm. Keyin shurda qisqacha aytib o'tib ketaman. Hozir endi penallarimizni aynan nechun qimmatlarni ko'rsatib turibdilar degan klientlarimiz uchun penallarimiz hozir bizda 3 kunlik aksiyada 4 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Ha, boshlanishi 4 million 800 ming. 800 ming so'm. Hozir endi video davomida bularni ham qisqacha ko'rsatib o'tyatirman. Aynan shu penalimizdan toza kiygan penallarimizdan biri bo'ladi. Razmerini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, razmeri 3,5 bo'ladi. Razmeri 3,5 Razmeri 3,5 bo'ladi, lekin 3,5 degani bu misol sal kattaroq xonalar ham bemalol qo'ysalar bo'ladi. Misol uchun hozir bizga bu yerni ochiq emas, bu yerlarga ko'rib turasiz, buni sal orasini ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni aytajakim, ochsangiz 4 metrgacha bo'lgan yerda zo'r chiroyli bo'lib turaveradi. Ha, ochibroq qo'ysam bo'ladi. Ochib qo'ysam bo'ladi, ya'ni 4 metrgacha bo'ladi. O'zi hozir shu turishi 3,5 bo'ladi. Avvalni bo'ladi bular. Bularni ham aytib o'tib ketganimdek, yashil, oq rangi bir vaqtning o'zida qatnashgan bo'ladi. Endi bahosini keladigan bo'lsak, hozir 3 kunlik aksiyada bu penalimizni 8 million 500 ming so'm bemalol xaritasizlar bo'ladi. Obunachilar bu bahoni o'zlarining kommentariyada beraverasizlar bunga. Navbatdagi penalimiz ham akvarium variantdagi penallarimizdan biri bo'ladi. Shu penalimizni razmerini aytadigan bo'lsam, razmeri 3,20 bo'ladi. Buni razmeri 3,20 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz o'zi tayyor holatda qo'yibmiz. Dim chiroyli zo'r bo'lib turadi. Ya'ni o'z uyingizga o'zgacha ko'rik hamda fayz beradi. Bahosidan keladigan bo'lsak, bahosi 7 million 500 ming so'm. 3 kunlik aksiyada. 3 kunlik aksiyada 7 million 500 akvarium. 7 million 500 ming so'm akvarium variant bo'ladi. Ranglari oq bo'ladi. Oddiy, nejniy variantdagi penallarimiz bo'ladi. Endi shu yerda arzon penallarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Arzon degan bilan materiallari zo'r, ya'ni MDF bo'ladi. Bu penalimizning razmeri, o'zi razmeri har doim qiziq bo'ladi. Razmeri 3,20 bo'ladi. 3,20 razmer. 3,20 bo'ladi. Yani aytib o'tib ketganimdek, bularni ham 4 metrgacha bemalol ochib qo'ysangiz bo'ladi, chunki oralari ochiq emas buni. Uyning ichida endi bunday tig'iz durmaydi, oralari sal ochilib turadi. Ranglari ham dim chiroyli, nejniy variantdagisi bo'ladi. Bu penalimizni 3 kunlik aksiyada 4 million 800 ming so'm bemalol xaritasizlar bo'ladi. 4 million 800. 4 million 800 ming so'm. Endi stol kursilarimizdan tanishtirib o'tib ketaman. Penalni oldingiz, penalni qo'shadigan albatta stol kursilarni ham olishingiz kerak. Chunki stol kursilarni ham top shu penallarga moslab, ranglarini chiroylatib akka qo'yganmiz. Ushbu stol kursimiz 22 kishilik stol kursi bo'ladi, materiali yong'oq bo'ladi. 22 odammi? 22 odamlik bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda 2 xil rasvetkasi bor hozir. Xohlagan penallarni xarid etib, penalni qo'shadigan rangdan bemalol xaritasizlar bo'ladi. Endi bu stol kursimizni bahosini aytadigan bo'lsak, avvalgi sotib chiqqan bahosi 17 million 200 ming so'm, lekin hozir 3 kunlik aksiyada 15 million 800 ming so'm bemalol xaritasizlar bo'ladi. 22 odamlik 15 million 800 ming so'm. 15 million 800 ming so'm. 3 kunlik aksiyada xolasalar korishneviy, xolasalar ivory ikki rangidan ham bor. Bular 22 kishilik bo'ladi. Endi stol kursilarimiz o'zi boshlanish narxi 4 million so'mdan boshlanadi. 4 milliondan boshlanadi. 4 milliondan boshlanadi. 2 xil materialda bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsatib o'tib ketganlarim yong'oq bo'ladi. 100% yong'oq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, viborlarimiz dim ko'p. Hozir biz stol kursilarimiz ham hammasi aksiyada turibdi. Ya'ni 3 kunlik aksiyada bemalol chiroyli baholarda xaritasizlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hammasi o'zini sifatini ega, o'tirishib, bosilishib qolmaydi. Materiallar 100% yong'oq bo'ladi. Naqshlar o'zini o'yilgan bo'ladi. Bular ham aytib o'tganimdek, naklenka abola yopishtirilmagan bo'ladi. Ha, o'zini o'yilgan bo'ladi. O'zini o'yilgan bo'ladi. Xolasalar
A5 ning xohlasalar shoxonasi bor, bemalol xarid etsalar bo'ladi. Hamma variantlaridan bor. Keyin bularni zakaz asosida ham ishlatib beramiz. Zakazni ham Zakaz ishlatadi. asosida misol uchun hozir 24 kishilik stol kursilarimiz razmeri xonasina to'g'ri kelmasa, lekin 24 kishilik stol kursi ishlatajak bo'lsalar, faqat stolini kichkinaroq qilib ishlatib beramiz. Zakaz bersalar klientlarimiz Albatta, zakaz asosida ishlatib beriladi. O'zlari xohlagan rangi, xohlagan razmerida bemalol murojaat etsalar bo'ladi. Keyin ko'p klientlarimiz 10 kishilik stol kursilari ham so'raydi. Bizda unday variantlar ham bor. Bo'lgan 12 emas, 10 Yo'q, kishilik ham bor. 10 kishi, 12, 14, 16, 18, 22, 24 bemalol murojaat etsalar bo'ladi. Zakaz asosida ham ishlatib beriladi. Yine obunachilar imkoniyatlar bor. Keyin shu yerda divan kreslolarimiz ham so'ragan klientlarimiz uchun ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz divan kreslolarimizni. Divan kreslolarimiz bizda hozir boshlanish narxi 5 million so'mdan boshlanadi. Aynan mehmonxona uchun ko'rib turganingiz birinchi divanimiz ko'rsatadigan bo'lsak, shohona mebel bo'ladi bu. Ya'ni shohona. Buni katta xillasam bo'ladi. Hozir video davomida buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu divan kreslo varianti bo'ladi. Ko'rib turganingiz pastki xatolarimizdan bor. Vibrlarimiz dim ko'p. Aynan videoda, kommentariyada e'tibor etgan yerimiz shu divan kreslolarini ko'p so'ragan ekanlar. Bularning boshlanish narxi 5 million so'mdan boshlanadi. Hozir aksiyada bularimiz ham kelib. Assalomu alaykum Rahmatjon Show kanalining obunachilari, bugun do'konimizda bo'lib turgan aksiyalarni tanishtirib o'tamiz. Bularning ichine giradi, uголокlarimizni tanishtirib o'tamiz. Go'zal xonim boshqa mebellarni tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa, uголокlarni batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Ishi ko'rib turgan uголокlarimiz ham aksiya baholarida turibdi. Bularni aksiyaga qo'ydik. Razmerlarni aytib o'tadigan bo'lsam, ishi ko'rib turgan korishniy uголокimiz razmeri 1.62 metr bo'ladi. O'zini 3 dona tubretkisi ham kiradi. Materiallari moyish etaklari sandiqli bo'ladi. Xohlagan tarafga o'zgartirib ko'p bilasizlar. 10 chapi yo'q. Yana uголокning ichine novay giradi desanglar, uголокning ichine uголок tubretkisi stoldan ichida qo'shib beramiz. Stol ham ichida. Stol ham ichida. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsak 4.200 ming so'm edi. 3 kunlik aksiyamizda buni 3 million so'mdan qo'yganmiz. 3 million so'mdan. 3 million so'm. Stol ichida. Stol ichida. Yana bir tozagan uголокimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, razmeri 1.72-30 bo'ladi. O'zida 3 dona tubretkalar bor. Tubretkalar ham buni sal boshqacha niyat ishlangan ko'rsatib o'tsangiz, ustollari ichida yostiqlar ham birga. Materiallari moyishi bularning ham tez sandiqli bo'ladi. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsak 4.200 ming so'm edi. Bularimiz aksiyada 3.200 ming so'mdan qo'yganmiz. Bundan tashqari 3 milliondan qo'ygan uголокlarimiz har xil sveti bor. Ko'rib kelib tanlab olaversalar bo'ladi. Yine shular ham 3 million so'mdan aksiya qo'yilgan bular. 3 dona tubretkisi bor. Stollarni xohlagan rangingizni almashlab beraveramiz. Razmerini to'g'rilab, rangini moslab beraveramiz. Bularning taylarini ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Taylari sandiqli bo'ladi yana. Uyg'undan boshqa hamma tarafi ochiladi. O'zi 4 bo'lak bo'ladi. Undan tashqari yana bir tozagan uголокimizni ko'rsatib o'tib ketsak, kelishine qaramasdan bularni ham aksiya qo'yib berdik. Razmeri 1.60 ga 1.80 bo'ladi. Stol ichida 2 dona tubretkisi bo'ladi. Taylari sandiqli, materiallari moyishi bo'ladi. Bahosini aytib o'tib ketadigan bo'lsak 2.5 million so'm edi. Hozir aksiyada 1 million 700 ming so'mdan qo'yganmiz. Bularni ham do'konimizda har xil sveti bor. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Yana bir uголокimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, high-tech stilda ishlangan, sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Materiallari moyishi, o'zida 4 dona tubretkisi va deydan. Stollari ichida bo'ladi bularning ham. Uyg'unda barlari bilan birga. Razmerini aytib o'tadigan bo'lsam 1.5-2.40 bo'ladi. 1.5-2.40. 1.5-2.40. Buni ham xohlagan svetidan ko'rib kelib tanlab olaveradilar. Bundan tashqari yana 3 million so'mdan qo'ygan uголокlarimiz har xil sveti bor. Rahmatjon aka. 1000 marta ko'rgandan 1 marta kelib ko'rgan afzalda. Yine obunachilar 1000 marta eshitgandan 1000 marta videoda ko'rganda o'zlari kelsa shuda. O'zlari kelib ko'rib tanlab olaveradi. Sifatine gap bo'lishi mumkin emas. Yine har xil sveti bor. Bir xatar ko'rsatib o'tib Yine obunachilar ko'rtirib o'zing tanlab olaverasizlar buni. Ya tozagan 1 million 700 ming so'm uголокimizda yerda молочный свет ham bor yana. 1 million 700 mi? 1 million 700 ming so'm. Stol ichida. Ko'rib turgan uголокimiz 1 million 700 ming so'm. Stol ichida 2 dan tubretkisi bor. Yine 50 qala 4 yil beruniya dastavkisi ham bor. 1 million 700 stol ichida. Tubretkalar yanında yine. Sana qo'qinli uголокlarni bir qator tanishtirib o'tib ketdik. Endi o'rtacha uголокlarimizdan bir qator ko'rsatib tanishtirib o'tib ketamiz. Ishi ko'rib turgan uголокimiz razmeri 2.30 ga 3.30 bo'ladi. Materiallari moyishi, bularni ham xohlagan tarafga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. O'zida 2 dona katta tubretkisi bor. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsak 5 million 800 ming so'm edi. Hozir aksiyada 4 million 400 ming so'mga qo'yganmiz.
5 milyon 8'den 5 4 milyon 400'e 3 gün davamında. 400 ming so'm tushgan. Sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Qo'qonli uyg'oqlarni stolni ichida qo'yib berdik. Esa bu uyg'oqlarni esa stolni o'zingiz xohishingiz qarab tanlab olaverasizlar. Bularning stoli oddenniy bo'ladi. Stol eddiğini özel Stol tellab oddiy olaveradi. bo'ladi. Xolasa bunu alsın, xolasa bundan alsın. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Rahmatjana, Qo'qonli uyg'oqni pulida o'rtacha katta uyg'oqni qo'yib beramiz. Qo'qonli uyg'oqni pulunda katta uyg'oq. Aynan sizning obunachilaringiz uchun Qo'qonli uyg'oqni pulida katta uyg'oqni qo'yib beramiz. O'sha ko'rib turgan uyg'oqingiz razmerini aytadigan bo'lsam 220 ga 330 bo'ladi. 220 ga 330. 220 ga 330. Materiali moyishi, xohlagan taraf o'zgartirib ko'rib bilasizlar. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas, o'zida 2 dona tubretkisi bor. Endi bahosini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, sotilib turgan bahosi 4 million 200 ming so'm edi. 4 milyon 200 edi. 4 million 200 edi. Hozir aksiyada 3 yillik aksiyada 2 million 700 ming so'm qo'yganmiz. 3 yillik aksiyada 2 milyon 2 million 700. 700 ming so'm. Endi katta uyg'oqimiz. Katta uyg'oq avan. Agar shuni uyg'oqni 2 million 700 olib, stoldan qo'shib oladigan bo'lsak, necha so'm bo'ladi desa, o'zina mos stollari bayna, shu ko'rib turgan stolimiz bilan 3 million 400 ming so'm tushadi ağa. 3 milyon 400 tushamiz komplektinde. Ustoli bilan. Ustoli bilan. Xolasa uyg'oqni o'zini stol olaman desa 2 million 700 ming so'm. Bu stol bilan olaman desa 3 million 400 ming so'm tushadi. Yine obunachilar kattaligini ko'rib turibsizlar. Bularning ham xohlagan svetidan kelib tanlab uyini olib o'ynab moslab olaveradilar. Ha, svetlari bor. Svetlari bor, xohlagan svetidan. Bu yerda bo'lmasa sklat olib borib ham ko'rsatamiz, sklatimizda ko'p. Shunday stol bilan olaveradi. Yana bir uyg'oqimizni ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak, toza kelishini qaramayman, bular ham aksiya qo'yganmiz ag'ayna. Ish razmerini aytib o'tadigan bo'lsam 220 ga 330 bo'ladi, 2 dona tubretkisi bo'ladi, 6 dona yostiqi bo'ladi. 6 dona yostiq ham. 6 dona yostiq. Yostiqlar ham mo'y ishlatib ishlangan bularga. Sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Bahosi 5 million 200 ming so'm edi, aksiyada 3 million 400 ming so'm etib qo'yganmiz. Aksiyada 3 milyon 400. 3 million 400 ming so'm. Bu ham do'konimizda xohlagan svetini topsanglar bo'ladi. Yana bir uyg'oqimiz. O'zi katta, orqaga yatiqroq ishlangan, o'tirg'ich ham 50 rakini so'raydi ko'p mijozlarimiz. O'tiradigan yer 50 raka kerak, sifati yaxshisi kerak degan mijozlarimiz uchun eng zo'rini kelib qo'yganmiz. Evelar chisti yangaq bo'ladi ag'aynim. Sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Bahosi 5 million 700 ming so'm edi, aksiyada 4,5 million so'm bo'ladi. 5 milyon 700 dan aksiyada 4 milyon 700 dan 4,5 million so'm tushgan. 4,5 milyon so'm tushdi. Razmerini aytib ketadigan bo'lsak 230 ga 3,5 metr bo'ladi. 230 ga 3,5. Bundan tashqari shohona uyg'oqlarimiz ham bor. Shohona uyg'oqlarning ham sifatına gap bo'lishi mumkin. Razmerlari 220 ga 330, 220 ga 3,5 metr bo'ladi baga. 220 ga 3,5. 3,5 yostiqlari ichida bahosini aytib o'tib ketadigan bo'lsam 10 million 500 ming so'm, aksiyada 8 million 200 ming so'm tushgan. Yine. Xolasa stollar ichida qo'shib olaman desancha so'm bo'ladi desalar, stoli bilan birga olsa 10 million so'm beramiz ağa. Stoli bilan olsalar 10 milyon. Stoli bilan olsa 10 million so'm bo'ladi. Bizdan olsangiz 800. 2 million 700 ming so'mga ko'rsatgan uyg'oqimizni yana bir svetini yana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bular ham sifatına gap bo'lishi mumkin emas ağa. Bundan birini o'zingiz ham olib ketaversangiz bo'ladi. Shu o'zim ham olib ketaman, bundan ketishdi. Sifatına gap yo'q. 2 milyon 700 ga shu katta uyg'oqimiz. Katta uyg'oqni, Qo'qonli uyg'oqni pulunda katta uyg'oq olasiz hozir. 3 yillik aksiyamizda. Bundan tashqari spalni bo'ladigan divanlarimiz ham bor ağa. Xolasangiz yig'nasangiz divan bo'ladi, yaysangiz spalni bo'ladi. Do'konimizda yana har xil rasetkisidan bor. Kelib ko'rib tanlab olaveradi. Baholari 2,5 million so'mdan boshlanadi ağa. Bundan tashqari shohona divan kreslolarimiz, high-tech stilda ishlangan divan kreslolarimiz ham ko'rsatib o'tsangiz, sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Materiallari moyishi, uzunligi esa 5 metr yuzini ağa. Uzunligi 5 metr. 5 metr. Razmerini moslab pulini 5 million so'm etib beramiz ağa. Yine obunachilar. 5 million so'mga ishi ko'rib turgan katta divan kresloni kelib ko'rib xarid etib olsalar bo'ladi. Divan kresloni Viber bizda dim ko'p ağa. Xolasa turistskiy variant, xolasa italyanskiy variant, xolasa o'zbekistonskiy variant, xohlagan turidan kelib ko'rib tanlab olsalar bo'ladi. Viber ko'p. Viber ko'p ağa. O'rtacha uyg'oqlarimizdan bir qator tanishtirib o'tib bo'ldik. Endi eng katta gigant uyg'oqlarimizni tanishtirib o'tib ketamiz bo'lsa. Ishi ko'rib turgan uyg'oqingiz razmeri 220 ga 430 bo'ladi. O'zida yostiqlari bilan, pufiklari esa 3 dona bo'ladi. Kattasida 3 dona bo'ladi. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsam 7 million 200 ming so'm edi, hozir aksiyada 5 million 800 ming so'mga qo'yganmiz. 5 milyon 5 million 800 ming so'm. Necha metr bu? 220 ga 440 bo'ladi ağa. 220 ga 440 ina. 440 ina. Yostiqlari bilan birga. Bularning ham o'ng chapi yo'q. Xohlagan tarafga o'zgartirib qo'yaverasizlar. Faqat bir taraflamada turadi ekan deb o'ylamanglar.
Uголок yana ugul tarafı tushaveradi, tarafa ketaveradi. Yana bir sveti bilan ajralib turadigan uголокimiz, high-tech stilda ishlangan, ko'p marotaba sotganmiz bunlarga. Sifatlidan ajoyib narsa. 220 ga 440 bo'ladi bu ham. 3 dona tubretkalar bor, materiallari mo'yishi bo'ladi. Bahosini aytib o'tib ketadigan bo'lsam 8 million 900 ming so'm edi. Hozir aksiyada 7 million 200 ming so'mdan qo'yganmiz. 7 million 200 ming so'm shunday katta uголокni sotib olasizlar. Sifatini gap qo'shib bilmaysiz. Hazatib tam olib o'tiraversizlar. Bunda o'tirsanglar, charchoqlaringiz chiqib ketadi. Buning do'konimizda 3 xil sveti bor. Yana bir uголокni yana ko'rsatib o'tib ketmadik. Korishnemisi aynan shu uголокdan edi. Buni endi kattaroq varianti. 220 ga 230 ga 440 bo'ladi ag'a bu. 230 ga 440. 230 ga 440. O'shunda pufikindan 4 tanasi bor. Oldinda stol ham arzonroq aytib beraveramiz. Ag'a bularning stollarning ham har xili bor. 1 millionligi bor, 1,5 millionligi bor, 1 million 200ligi bor. Gelib ko'rib tanlab olaveradi. Bu uголокni bahosini aytib o'tadigan bo'lsak 6 million 900 ming so'm edi. Hozir aksiyada 5 million 500 ming so'mga qo'yganmiz. Shu gigantimiz. Gigantimiz ag'a. Yana bir uголок. Budjetli narxda uголоklaringiz yo'qmi? Katta, o'zi katta bo'lsin, narxi kichkina bo'lsin degan mijozlarimiz uchun ham budjetli narxda uголокlarimizni maktab qo'yganmiz ag'a. Razmerini aytib o'tadigan bo'lsam 220 ga 440 bo'ladi. Materiallari mo'yishi bundan ham 4 dona tubretkisi bo'ladi. Bahosini aytadigan bo'lsak 5 million 800 ming so'm edi. Hozir aksiyada 4 million so'mdan qo'yganmiz. 4 Katta uголокni 4 million so'mdan. Kattaligini qaranglar bularchilar. Rangini qarang o'zi. Bu nechun arzon deb so'raydi ko'pchilik mijozlarimiz. Bularni arzon bo'lishining sababi o'zi katta, narxi kichkina. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas. O'tirg'ichlar ham pampres пружина deb ishlangan. Qarangina, o'tirishib cho'kib qolmaydi. Klientlarning talabini mos etib, sifatli narsani aytib qo'yibmiz ag'a. Arzon narxda. Gigantdan ham gigantini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, o'sha ko'rib turgan uголоklaringiz dim katta. 220 ga 540 bo'ladi. Diqqat bilan eshitinglar. 220 ga 540. O'zida 220 ga 540. 540. Tonni bir xonani to'ldirib turaveradi ag'a. Yine. Bir tug'ilgan kunni odamni sov beraverasiz buning ustida. Undan tashqari shundaydan 4 dona tubretkisi bor edi. Tonni 2 odam joylashib ketadi o'zida. Yostiqlar bilan birga bahosini aytib o'tadigan bo'lsam 8 million 800 ming so'm edi. Hozir aksiyada 7 million so'mdan qo'yganmiz. 7 million so'mdan. 7 million so'mdan. Shu gigantni. Shu gigantni. Ondan tashqari ham 4 million so'mga ko'rsatib ketgan uголокimiz Bergenda Go'k Svet ham bor. 5,5 million so'mdan ko'rsatgan uголокimiz endi Go'k Sveti bor, yani korishnemini ko'rsatib ketdik. Ondan tashqari kostyumlardan yilkilarimiz ham bor. Kachilalar hamma narsani Irizon supermarketining 2-etajida mebellar dunyosida topsanglar bo'ladi. Hammangizni do'konimizda kutib qolamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bu bo'limimizda sizlar uchun alohida shkaflarimizni video obzor etib beraman. Ko'rib turganlaringizdek savdo markazimizda alohida shkaflarimiz ham bor. Alohida shkaflarimiz 4 eshik, 6 eshik hamda 8 eshikli bo'ladi. Endi baholarni aytib o'tgan bo'lsam, baholari 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi. Bularimiz ham hozir 3 kunlik chegirmada turibdi. Shaxsan ina shu shkafni ko'rsatib o'tgan bo'lsam, bu shkafimiz 6 eshikli bo'ladi, ya'ni antirasor shkafimiz bo'ladi. Ustlari polkili bo'ladi. Bu shkaflarimiz hozir 3 kunlik aksiyada avvalgi sotuvga chiqqan bahosi 3 million 300 ming so'm, hozir 2 million 500 ming so'm bemalol xaritasingizda bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek viborlarimiz mumkin. Xohlasangizlar 4 eshik, xohlasangizlar 6 eshik, o'yma deysizlarmi, high-tech deysizlarmi, hamma rangidan, har xil variantidan bor. Kelib ko'rib bemalol xaritasingizda bo'ladi. Agar o'zlaringizga yoqqan turlari bo'lsa, o'zlaringizga yoqqan turdagisini razmerlar asosida bemalol ham xaritasingizda bo'ladi. Hammangizni savdo markazimizda kutamiz. Qatarimizda esa ko'rib turganingizdek detskiy shkaflarimiz ham bor. Detskiy shkaflarimizning baholarini aytib o'tgan bo'lsam, bahosi 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi. Keyin undan tashqari parta so'rab yurgan klientlarimiz uchun ham savdo markazimizda partalarimiz yetib keldi. Xohlasangizlar 1 kishilik, xohlasangizlar 2 kishilik. 2 kishilikimizning bahosi 1 million 200 ming so'm, 1 kishilikimizning bahosi esa 850 ming so'm. Undan tashqari savdo markazimizda high-tech, klassik hamda o'yma variantdagi trimolarimiz ham bor. Ushbu trimolarimiz ham hozir aksiyada bo'lib, aksiya bahosi 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi. Bularni shkafini moslab turib ham xohlagan turlaringizni bemalol naqd yo'kida bo'lib to'lashga harakat eting. Savdo markazimizda nafaqat yumshoq mebellar, maishiy texnika bo'limimiz ham katta chegirmalar e'lon etganmiz. Maishiy texnika bo'limimizdan gaz plita, xolodilnik, televizor, kir mashin, pilisos barcha maishiy texnikalarimizni skidka baholarda bemalol xaritasingizda bo'ladi. Eng asosiysi maishiy texnikalarimizni hamma turidan topsangiz bo'ladi. Ularning o'zini servisi hamda kafolatlari bor.